2026 Damas juda ixcham, amaliy va qulay transport vositasi bo'lib shaharda harakatlanish va kundalik hayot uchun juda mos keladi. Bu model o'zining kichik o'lchamlari bilan tirband joylarda qulay boshqaruvni ta'minlaydi va tor ko'chalarda ham bemalol harakatlanadi. Tashqi ko'rinishi oddiy lekin zamonaviy chiziqlar bilan yaratilgan bo'lib, faralar va radiator panjarasi umumiy ko'rinishga mos ravishda chiroyli uyg'unlikni beradi. Damas'ning dizayni funksional bo'lib, uning yo'lga chiqishi va manevr qobiliyati haydovchiga qulaylik hissini beradi. Salon ichida sizni keng joy kutmoqda va o'rindiqlar qulay materiallar bilan jihozlangan bo'lib, uzun safarlar davomida ham dam olish imkonini beradi. Ichki makon funksional tarzda tashkil etilgan bo'lib, barcha boshqaruv elementlari haydovchiga qulay rejada joylashgan. Sensorli ekranli multimedia tizimi orqali Bluetooth funksiyasi ishlaydi va sportlar qo'shimcha qurilmalarni ulash imkonini beradi. Havoni boshqarish tizimi salon ichidagi haroratni qulay darajada saqlaydi. Bu avtomobil oddiy, intuitiv boshqaruv bilan hamma uchun tushunarli bo'lgan interfeysga ega. 2026 Damas dvigateli samarali ishlaydi va past yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Bu uning kundalik foydalanish xarajatlarini kamaytiradi va yo'l harakatida qulay tezlanish imkonini beradi. Avtomatik uzatma qutisi haydovchiga silliq tezlik o'zgarishini ta'minlaydi va shahar tirbandliklarida qulay boshqaruvni beradi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarni yutadi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa safarni bir qadar farovon qiladi. Xavfsizlik bo'yicha Damas Apps tizimi barqarorlik nazorati va havo yostiqlari bilan ta'minlangan bo'lib, yo'l harakatida ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Orqa kamera va parkovka datchiklari orqa tomondagi to'siqlarni aniqlaydi va to'xtashni juda osonlashtiradi. Bu funksiyalar haydovchiga tor joylarda bemalol to'xtashga imkon beradi va xavfsizlikni oshiradi. Bagaj bo'limi kundalik xaridlar uchun yetarlicha joyga ega bo'lib, orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyini yanada kengaytirish mumkin. Shovqinni izolyatsiya qilish darajasi yuqori bo'lib, salon ichida jimlikni ta'minlaydi va yo'l bo'ylab qulay muhit yaratadi. Videoni tomosha qilar ekansiz, barcha xususiyatlarni diqqat bilan kuzating va o'zingiz uchun to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni dolzarb va foydali avtomobil sharhlari kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rishni istayotganingizni ayting. 2026 Damas sizning hayotingizni qulay va samarali qiladi.